uçuruşudur. Mundaq şıqetqa vaqtida Kur'an tefsirçileri Allah'ın ornunu alıdı degan gap. Yani Kur'an Evet. tefsirçilerinin oy xiyalları, qaraşları, fikirleri Allah'ın degenleri bolup kalıdı. Elbette, şu doğru. Hem muşu ma'nidin elip aytgan vaqtimizda Kur'an hadisga asosan tefsir qilinganligi uchun ve şundaqla siz eskatgandek Arap milli ini ve medeniyeti asasen yoki til nima deymiz tundurmisiga asasen tercüme qilinganligi uchun tefsir qilinganligi uchun demek Kur'an hadisga o'xshash, tefsirga o'xshash bir ideologiya demasakmi, bir e'tiqod emas. Şuna tefsirden ve hadisden keladigan e'tiqodimiz menimcha Kur'an'dan keladigan e'tiqodimizga o'xshamaydi. Lekin bu yerdeki en çok mesele nima degan vaqtida Arapça sözlemaydigan başka milletler bu çağda muşu e'tiqodni, yani tefsiri bilen hadisning e'tiqodini Kur'an'ның e'tiqodi deb tushunib bilib Kur'an'ni hadis bilen tefsirde ko'rdi degan gap. Muşu menimcha sizlarning, yani sizge o'xshash bizning ulamolarimiz bilen başka şu hadis ve tefsirge tayindigan ulamalarımızın o'rtasidagi ixtiloflarninki asosiy yoki ochiqishliq nuqtasimikin deb o'ylayman. Elbette. Şuna muşu meseleni ko'rarmanlarning oldida bir hal qilishga yoki bo'lmasa bir oydinlashtirishga tegishli bir masala bo'lganligi uchun bugun men shunda qarayman programmasiga taklif qilib mushu nuqtada to'xtalishni muvofiq ko'rdim. Şuna biz yana biraz burun aytganga o'xshash konkretni misollar bilan yana suhbatimizni, dialogimizni davomlashtirib mangayli. Mesela ikinci bir ayet Fecr suresinin 27. ayeti 27, 28, 29, 30 4 ayet. Lekin hem de bunun asaslık noktalık mesele 27. ayeti de mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne İrci'i ila rabbiki radiyeten irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Bu şu 4 ayet. Lekin biz hazır şu birinci ayetiga qarasak, mesela ya eyyatuhan nefsul mutmainne. Ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan Arapçını men yine biraz burun Abese suresinin 17. ayetini tercüme qilganda sözümü söz tercüme qilsam, ya eyyatuhan nefsul mutmainne degan gap ey xotirjam üzlük degan gap. Ey xotirjam üzlük. Endi bu ey xotirjam üzlük degan bu ayet Uygurçaga yine Muhammed Salih Damollaminki tercümesinde iyi aram tapkan can deb tercüme kılıngan. Endi bu tercüme bilen ayetning asli Arapça nusxasini selishtirgan vaqtimizda oldi bilan ayetning asli nusxasida aytilgan özlük degan söz Uygurçada can deb kelgan. Anandan keyin xotirjam degan sifat
özlüknün hatırcam degan süpti, hatırcam bolgan, hatırcam degan süpti, yoki hatırcamlikka erishgan degan mush süpat Uyg'urchasida, oyatning Uyg'urchasida aram topgan deb tarjima qilingan. Demak, Qur'onning asli nusxasidagi hatırcam degan so'z Qur'onningki mushu Uyg'urcha tarjimasida aram topgan, ya'ni o'lgan degan ma'noda chiqargan. Shuning bilan bu yerda Alloh xuddi o'lgan bir jonga xitob qilyotdi-da, hey o'lgan jon degandek. Amaliyotda Qur'onning asli nusxasidagi arabchadagi oyatning ma'nosi hargiz o'lgan odamga xitob qilingan emas. Balki u shu odamning o'zligiga nafs arabchada nafs degani Uyg'urchadagi o'zlik va shundaqla inglizchadagi self degan gap. Endi Alloh taolo bu yerda odamning o'zligiga xitob qilyapti. Hargiz jiniga emas, yoki gavdasiga emas, tiniga emas, o'zligiga xitob qilyapti va shu o'zlikni xotirjam deb tasvirlayapti. Bu yerdagi xotirjamlik asli ma'nosida, oyatning asli ma'nosida keyingi 3 oyatni o'qigan vaqtimizda tushundig'imiz bu o'zlik Allohga ishongan o'zlik. Allohga ishongan vaqtida o'zlik u xotirjamlikka erishadi, tinchlikka erishadi. Mushu xotirjamlik va tinchlik uni Allohning to'qing'unchilari orasida bo'ladigan qiladi va shundaqla Allohning jannatiga kiradi. Rozilikqa erishtiradi. Rozilikqa erishtiradi. Chunki oyatda radiyatan mardiya degan gap, ya'ni hem razı oldu hem razı kılınıdı. Yani mundaqda bu özlük Allah'tan razı oldu ve şundaqla Allah bu özlükni razı kıldı. Elbette. Endi muşu mana, endi biz Uyg'urchadagi tarjimaga qarasak, bu bir o'lib ketib qolgan odam. Bu odam o'lib ketib qoldi. Ey, ashu Mehmet Salih Damollam degandek, ey aram topgan jon, ey o'lgan jon, sen endi rozi bo'l hayotingdan va rozi qilinsan Allohning nimasida, sen chunki xotirjam bo'lgandan keyin sen cho'qim taqvodor bir odamding. Shunga sen anandan keyin Allohning bandalarining orasiga kirsa, jannatga va shundaqla jannatga erishsa deb mundaq tarjima qilingan gapda. Elbette. Tafsirga asosan. Shunga mushu oyatlarga qarasak, bo'lib mushu 27-oyatga qarasak, demak Qur'onning tafsiri bilan Qur'onning o'zi, oyatlarning tafsiri bilan oyatlarning o'zi ikki o'xshamagan ma'no degan gap bor. Buning bilan sizningcha biz tafsirning Qur'on oyatlarining asli ma'nosiga sodiq emasdek mushundaq bir xususiyatini yoki tarifini ko'rishimiz mumkinmi? Mumkin. Mush Qur'onning o'zi qaytgan vaqtda tamamen mumkin. Buni lekin siz arabcha bilasiz. Lekin bildingki mutlaq ko'p Uyg'urlar, ya'ni albatta Uyg'urlar musulmonlar arabcha bilmaydi. Shuning bilan bular tafsir bilan Qur'onning mushundaq o'xshamaydigan ikki narsa ekanligini aniqlanmaydi. Shuning bilan siz agar hadisga va tafsirga tanqid yurgizsangiz, tanqidiy qarasangiz bu ikki ilmga, u chog'da arabchani bilmagan, Qur'on bilan tafsirning farqini ko'rmagan Uyg'ur musulmonlar albatta sizni kafirga chiqarib o'tishi mumkin. Kafirga chiqarib oldi zaten.
To'g'ri. Endi demak bu yerda ularninki mushu hukmi, ya'ni hadis bilan Qur'on tafsirini, lekin biz hozir bu yerda ikkimizning suhbatimizda men tafsirni qayirib qo'yay. Hadisni tafsirga kelayli. Qur'on bilan zid munosabatli bo'lganligi uchun albatta hadisimiz zid munosabatli, chunki tafsir siz aytgandek hadisga tayanadi. Lekin hadis Qur'on tafsir deb olsak, demak Uyg'ur ulamalari mushu biz hozir so'zlashayotgan Qur'on bilan tafsirninki farqini bilmaydiganligi uchun yoki bilolmaydiganligi uchun sizda ulamolarimizni kofirga chiqaramdu yoki ularning bu haqda boshqacha qarashlari bormi? Siz mushu masalani bizga, ko'rarmanlarga tushuntirib bera olamsiz? Endi biz mushu Qur'on nazar programmasini boshlab, Qur'onning ichidagi nurg'unlagan shunday ba'zi masalalarning o'zini o'tirib chiqargan bo'ldik. Qur'onni aslida har millat o'zining masalasini hal qilgan shaklda, zaten o Qur'ondagi shu prinsiplarni bilsa, hamma millatniki masalasini hal qilishga to'g'ri keladigan bir prinsiplar bor u yerda. To'g'ri. Mushuni o'tirib chiqarish orqali qilgandan keyin bizga mushu bo'libmi boshqa bunday odatdagi o'qimagan odamlar qarshi gap qilsa, umbi boshqacha turadigan gap. Mushu o'zimiz saboqdosh o'qiganlarmi bo'ldi. O nurg'un doktorlikni olgan, mushu nurg'unlagan shunday o'zi Misrda o'qigan deymiz, Saudiyada o'qigan, domollam deymiz, nurg'un birodarlarimiz Tunuyda hammasi bizni Aşılarning o'zi bizni hamda kofirga chiqadi hamda. Murtad deydi, murji deydi, hayotimda anglamagan nurg'un qalpoqlar borki, ash narsalarni dedi. Aslida hamda olim bo'lsa, u o'zini olim deb hisoblagandan keyin to'xtab turadi, bu birga kelib mush masalani zot bu millatga qanday foydali bir ishni qila olamiz. Deb hammamiz birga kelib bu masalani o'rtaq bir muzokara qilgan bo'lsak, u vaqtda misol men ba'zi masalalarning o'zini bu yerda so'zliginim bilan undaq mukammal so'zlab ketishim notayin. Bu yerda nurg'un o'zi aloqalarimiz, do'stlarimiz bo'lgan vaqtida hammamiz har tarafini o'tirib qo'ygan vaqtda mukammal bir o'zi tushuncha hosil bo'ldi bir masalacha. Bu intayin o'zi bir yaxshi bir ish bo'ladi. Men ashuni necha qatim taklif qildim, lekin buningga ular undaq nimani undaq bir javobni bermadi. Hattoki shu kofir, murtad deyishdan boshqa bir gapni qilmadi. Hamda ularga nurg'un qatim dedim, bu Qur'oni Karimning ichida yoki bo'lmaydi, hech bir zaman Qur'ondan keyin yozilgan bir rivoyatga ishonmasang kofir bo'lsa degan bir narsa yo'q. Yani Muhammed Aleyhisselam ve onun sahabeleri hakkında yazılgan narsalarga ishonmasang kofir bo'lsa, ashunga iymon etib, uni mavu İslamga yamab, o İslamning o'zini to'liqlashing kerak degan to'g'riliq hech qanday bir gap yo'q. Hattoki Qur'onni mukammal qildim, ashunga eslsanglar, to'g'ri yo'lda mangan bo'lasizlar deb ochiq bayon qiliqliq misolda. To'g'ri. Endi sizning mush gapimiz bir narsani eslatib o'tay, analikin davomlashtiring. Masalan, Muaviya bin Abi Sufyanni sahabiy deydi. Shundaqmi? Doğru. Lekin Muaviya ibn Abi Sufyan Hazreti Ali'ye karşı çıkıp o bir Müslümanların halifesi, 4. halife. Halifeye karşı çıkıp isyan götürüp siyasi özgürlük yüzbe yüzüp anandan keyin qurolli holda siz biraz burun eskartgandek bizning programımızın başlanışida bütün Hazreti Ali ve onun aile tavabatlarını öldürüp ve Hazreti Ali'nin ki nimdeyimiz yakınlarını öldürüp, pağlaganını pağlap, şunda kılandan keyin
Anından keyin hech qachon mirosxo'rlik bilan bo'lmaydigan hokimiyatni islomda mirosxo'rlikqa aylantirdi. Ya'ni hokimiyatni o'zining bolalariga miros qo'ydi, miros qildi. Demak, mushu sahoba agar sahobalarga agishimiz desak, u chaqda biz bu ikki sahobaning qaysiga agishimiz? Hazrati Ali bilan Muaviyaning. Masalan, Hazrati Ali Abu Bakrga o'xshash, Umarga o'xshash, Osmonga o'xshash hargiz hokimiyatni bolalariga miros qoldirmagan. Lekin Muaviya ibn Abi Sufyan bolalariga miros qoldirdi. Undaq bo'lganda mushu hokimiyat va uning qandaq yo'tkilishi, kuchi to'g'risida u shura bilan yo'tkilamdi, ko'chamdi, yoki bo'lmasa mirosxo'rlik bilan yo'tkilamdi, ko'chamdi degan mushu nuqtada biz bu ikki sahobaning qaysiga agishimiz kerak? Hazreti Ali'niki nimasiga? Hazreti Ali'ni o'zi to'g'ri deb qarashimiz kerak unikini. Chunki Qur'oni Karimda nima deydi degan vaqtda Qur'onda omonatni ahliga beringlar degan oyat bor. To'g'ri. Bu nimani bildirdi degan vaqtda birinchi u odam davlatni so'rayaligidek holatda millatni to'g'ri yetaklab mang'idek holatda bir salohiyat, ahliyat egasi bo'lish lozim. Ondan keyin u hokimiyatni shundoq odamni qo'liga tutqazsanglar, u davlatni, xalqni to'g'ri boshqarib mang'alaydi degan gap bo'ldi. U ish faqatla o'zi meros qilish bilan, meros qo'yish bilan emas, u saylan bil bo'lgan narsa u. Albatta. U masalan 4 xalifa deymiz, 4 xalifaning hammasi shu saylan bilan shu vaqtniki sharoit qarta olsin bir saylan bilan o'tirib kelgan odamlar. Albatta. Agar o'zi shu islom hokimiyatlarining hammasi davomli saylan bilan o'tirib kelgan bo'lsa, u musulmonlar nihoyatda ilgirlagan bo'ladi-da. Buniki butunlay xurofiyga kirib ketishining sababi nima degan vaqtda bu yerda boshqa bir masalalar bor. U nima deganda bu Umayya sulolasi asosan islomni qabul qilmagan. Masalan, payg'ambar alayhisalom Makkani fath qilgan vaqtidami Abu Sufyonga shu Makkani fath qilgan kunisi hamda siniki Allohning birligini e'tirof qilgan vaqtdan kamidimi degan vaqtda agar bir qancha xudo to'g'riliq ma'nosini deyaptim, gapniki labzan nimasi esimda qolibdi. Ammo shu shunday nimani bildirdim, shu tarjima nimada shu payg'ambar alayhisalom tarjima olmasdan Rahiqul Maxtum deymiz. Tabri ashna qo'shish nasl nimada tarix kitob deymiz bu. Bu Allohning birligini e'tirof qilgan vaqtdan kamidimi degan vaqtda agar bir qancha yo'g'an bo'lsa o'ylish faqatdim deydi-ku. U ko'p narsa ko'p ma'budga cho'qinib o'rgangan bo'lg'achqa Makkaning Kabaning ichida shu vaqtda 360 ta but bor bir zamonlar. Undan keyin elchisi yana uchrashib qolgan vaqtda meniki Allohning elchisi ekanligimni e'tirof qilgan vaqtdan kamidimi degan vaqtda u to'g'riliq kichkina seniki u elchi ekanliging to'g'riliq kichkina kallamda bir narsa bo'lgan bo'lsa uni o'ylash faqatdim deydi. Ya'ni ishonmaymi degan gap endi. Albatta. Demak bu Umayya sulolasi asosan dinni qabul qilmagan bir insonlar bo'lgandan keyin bu hokimiyatni qo'lga olgandan keyin qanday qilgan deganda islomga o'ziniki burunqi diniga to'g'ri kelgan yerlarni shu peti hozir tafsirga kirdik-ku, tafsir ashundoq bo'lgan. Shu o'ziniki to'g'ri kelgan yerlar shu pet tafsir qilingan. To'g'ri kelmagan yerlari hadis uning qarta hadis to'qish orqali shu hadisga bo'ysundirib, uningki ijmoga bo'ysundirilib, keyingi vaqtda ashnadan o'zi u o'ziniki Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burunqi dinni asliga kelish uchun qilingan kurash bu hamda mana bu vaqtda. Shuniki nurg'un yerlarni qildi. Masalan, namozniki misolga kelsakmi, hozir nurg'un qarindoshlarimiz bizni tillab yurdi. Namozning o'zida Qur'onda ikkita oyat bor. Aqimis salat tarafayn nahar va zulatan minal layl deydi birsi. Yana birsi aqimis salata liduluki shams ila ghasaqil layl. Bu ikkita oyatning o'zida namozning vaqtini belgilaydi. Ya'ni namozning vaqtini 3 vaqtni belgilaydi. Biri kun tushgandan azroq o'tgandan boshlab kun o'ltig'icha orliqni, ya'ni biz kun o'ltigandan boshlab kunning qizillik yo'q'icha orliqni, yana birsi tong otgandan boshlab kun chiqish orliqning o'zini namozning vaqti nima qiladi. Qur'onda ham bu 3 vaqtning o'zini namozning vaqti deb belgilaydi. Bu Qur'ondagi ashni o'zini aynan men o'tirib qo'yib qo'ysak, mago'yning o'zi 3 vaqt dedi deb meni tillab o'zi vatvergim chiqarib aytib qo'yadi-da.
Hem bu beş namaz nereden kelgen vakıda? Diye vakıda beş namazın üzümü zaten Peygamber Aleyhisselam peygamber buluştun burun şu yer yaşaydıgan Yahudilardan tatip, Hristiyanlardan tatip, ay Mekke müşrikleri zaten ola şu nime hem mesela nimeliki İbrahim'in neslinden deydiganlardı. İsmail Aleyhisselam'daki nimesinden deydigan şu Mekkelikler. Kureyş kabilesi deydi bulanı. Yüzünü aşında ataydıganlar. Muşlar hemmisi şu öz vaxtida muşu beş namazını okugan ki, ama Peygamber Aleyhisselam Kur'an'da belgilengen boyunca iki rekat namaz, her vaqt namazının özünde iki rekat okuganlığı doğruluk ravayet mi var? Kur'an'da ayet mi var bunun karta? Bunu oturup koygan vaxtida bu insan nima deydi degende sen hadis qarşı etding deb o'zi bizni kafirga chiqardi misol. Onun uchun bu yerda demoqchi o'g'lim nima deganda Kur'an'ı tushunish uchun asla bir narsani qo'shgandek keyin u tamamen bozuldu. Kur'an'ı sizlarga o'xshash misol arab tilini yaxshi biladigan odam hech qanday e'tiqod kallarda hamma e'tiqodning o'zini cho'rib tashlab turib, mushu oyatning o'zi mushu oyat nimani ifodalaydi? Tarjimani bunday qilish lozim. Bu oyat falon mazhabga asosan mandaq bo'lish kerak degan vaqtda u oyatning maqsadi tamamen bozulib ketdi. Şuna o tercüm kıldıgan əlaqələrimi devatımız davamlıq Kur'an'daki tercümesini kıldıgan vaxtda hiçbir itiqad, hiçbir mezhepki təvə bolmagan asasda bu Arap grammatikası bilen Arap tiliga sadiq bolgan asasda şunun özünü tercüm kılganda Kur'an'daki asli mənisi çıxır. Sizningcha Kur'an'ninki hazırki kelgichi bo'lgan Uyg'urcha tarjimalari hergiz Kur'an'ning o'zi emas. Shundaqmi? O'zi emas. Undaq bo'lsa, bizning yani biz Uyg'urlarning musulmon bo'lish sifatimiz bilan hozirgi bizni taqozo qilayotgan ciddi hal qilishga, ciddi kirishishga va ciddi bir taraf qilishga tegishli bo'lgan asosli masalalarning biri Qur'onni o'z peti, o'zining ma'nosini saqlab qolgan holda mundaq aytgan vaqtida sizning so'zingiz bilan o'zlari aralashmagan holda, o'zlari deganda uningki tefakkürü, etiqadi, ko'z qarashlari degandek aralashmagan holda bir Qur'on tarjimasining Uyg'urcha bo'lgan tarjimasining borliqqa kelish zaruriyati sizningcha hozir Uyg'urlarga nisbatan ya boshqacha aytgan vaqtida Sharq Turkiston milliy ozodlik harakatimiz uchun to'liq ciddi bir mesele mi? Nayet ciddi mesele. Çünkü nima uchun degan vaqtda hozir mesela siyaset kelgan vaqtda bizning mollalarimiz davomliq o'zini dindosh insonlar bilan siyaset ep berish, o'zini dindosh bo'lmaganlarni dushman hisoblash, misol nimada Turkiyada bo'layotgan ishlar bu. G'arb davlatlarining o'zi dushman hisoblab bularniki bizga hech qanday bir o'zi dushman tutgan bir yerimi yo'q odatda. Muşundaq düşman hisoblab o g'arbga andaq mandaq deb ashundaq til uzatib deyotgan insonlar bor misolda. Biz shu arablar bilan shu biz Xitoy setayotgan millatlar bilan birga siyosat qildiganlik haqida ashundaq gaplarni qildi misolda. Mushuning o'zimi mush Qur'oni Karimning Qur'onniki siyosiy qismini tushunmaganlikning alomati. Masalan Qur'onda siyosat kelgan chaqda nima deydi? Lakum dinukum valiyadin. Hamma odam dini e'tiqodi o'ziga u vaqtida mesela devletin içinde hazır nima Ahmet el-Shara degan adamning o'zi Suriyada devletni qurdi. Qurgandan keyin u yerda Yazid deydi, Alavi deydi, Ahli Sunni deydi, yer boshqa millat Duruzlar deydi odam. İnsanların hammasini Ahmet Sharaning o'zi dedi. Hammasi hokimiyatning oldida barobar bir o'zi nimada yashaydi dedi. Degandan keyin bizniki shu yerdagi adamlarımız misal nimedimi Türkiye'de onun inkası bo'lgan bo'ldi. Mana islom davlati qurmi dedi. Aslida islom davlatiga qanday narsa degan vaqtda islom davlati hech qanday e'tiqodni asos qilmagan.
Her qandaq etiqaddaki insanlar tinchlik ichida yashay oladigan bir jamiyat qurish. Bu islom bu. Islom degani To'g'ri. tinchlik barpo qilish degan gap. Undaq bo'lgandan keyin islomdagi prinsip nima degan vaqtida adolat. Ha. Adolat aslida butun o'zi shu territoriyadagi, shu davlatning territoriyasi ichidagi insonlar adolat oldida hammasi barobar yashay oladigan. U qaysi mazhabda bo'lsin, qaysi o'zi millat bo'lsin, qanday rangda bo'lsin, qat'iy nazar bu tam payg'ambar alayhissalomniki Makka fatih qilgancha so'zlagan so'zga to'g'ri keldi. To'g'ri. Hammamiz inson, hammamiz odamning bolalari, odam laydan yaratilgan. Bu nimani bildirdi degan vaqtida biz hammamiz o'xshash inson, mayli qari olayli, oq olayli, boy olayli, kambag'al olayli, olim bo'layli, johil olayli, hammamiz o'z o'xshash inson, adolat oldida hammamiz insondek, hammamiz o'xshash yashashimiz kerak degan ma'noni bildirdi. İslam bir tüzüm bo'lganligi uchun buning maqsadi zaten bir hamma odam barobar yashay oladigan, bir odam o'zining e'tiqodi sababli yana bir odamga dushmanlik saqlamaydigan. Mening e'tiqodim o'zimning shaxsiy ishi, ya'ni Alloh va o'zimning orasidagi ish. İbadetim şu Allah ve özümün arasındaki iş, yani bir adam bilan hech qanday aloqasi yo'q. Degan bu holatda yashayoladigan bunday bir jamiyatni qurish bu islomdagi prinsipi. Uning uchun payg'ambar alayhissalom boyagi gapning oxirisi Abu Sufyanning o'zini nima qilib shu payg'ambar alayhissalomni e'tirof qilmagan, Xudoni e'tirof qilmagan bir odam nima o'ltirmadi degan vaqtida islomdagi prinsipini, ya'ni hammamiz adolat oldi barobar yashaymiz degan bu prinsipni qabul qilganligi uchun payg'ambar alayhissalom sizning dining vaqt e'tiqoding o'zanga mana bu tinchlikda barobar yashaymiz deganda qabul qildi. Hatta nayet meşhur bir söz var. Hem de elbette biz Mehmet Aleyhisselam'a nispet kılıngan her kandak sözlerge karı koyup işenmeyimiz. Lekin şurada bozumu şu münasebet bilen men şu sözünü eslep ötey Muhammed Aleyhisselam'ın şu vakıda Mekke'ni fetih kılganda Muhammed Aleyhisselam'ın digini hatta men dehale beyte Ebu Sufyan fehuve amin. Yani kimki Ebu Sufyan'ın uyuga kirse onunla tinchlik bo'ladi. Yani onunla tigilmaydi, onunla chiqilmaydi, o aman eson qoladi degan gap. To'g'ri. Demak, qarang mana Abu Sufyandek mushriklarning katta ishi. Bütün şu İslam tarixida aşı vaqtidagi Muhammed Aleyhisselam'ın davridagi nimizde Mekke fetih bo'lishdan burun va keyin shunda katta jazmlashtirgili bo'ldi. Muhammed Aleyhisselam'a onun sabdaşlarına karşı çıkan eşeddi karşılığını bildirgen ve ulağa ziyan zahmet yetkizgen aşında bir adamga deyilip atkan gapte bu aşının uyga kirgen adam saqqalıdı deyilgan. Demek siz degeninizde elbette İslamiyet aynı vaxtıda yani Muhammed Aleyhisselam ve tört Raşid halifeler vaxtıda elbette İslam cemiyeti bu hakiki beraberlikning, adolatning ve tinchlikning jamiyatida. Lekin o Muaviye'den başlap ta hozirgacha bu undaq jamiyat bo'lmadi. Çünkü bunun birden bir sebebi biz hozir so'zlashayotgandek Qur'onninki burmalangan tafsiri Qur'onning o'rniga dastur qilishida. To'g'ri. Ondan keyin bu yerda eng muhim bir nuqta nima degan vaqtida o Qur'onda ikki narsa bayon qilindi. Birisi iymon, birisi islom. Iymon e'tiqod va munosabatli narsa. O iymon keltirgan odamlar ibodat uningga farz bo'ladi. Misol nimaga o'xshash Ramazon tutishga o'xshash ibodatli farz bo'ldi. Namoz o'qishlaymiz, bundaq ishlarning o'zini shu iymon etgan insonlar qiladi. Hem İslamca degan vaqtda islom bu e'tiqodiy masala emas. Bu bir o'zi nima tuzum bu. Tuzum bo'lganligi uchun bu tuzumning o'zida adolatni asos qilgan bir tuzum. Bo'lgandiki Qur'oni Karimdagi misollar qilinglar qilmang degan amr bil ma'ruf nahy anil munkar deydi. Mushuning hammasi nima degan vaqtda islomniki shu adolatning o'zini barliq keltirish uchun qo'yilgan o'zi şahçılar mana aytgan vaqtida. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda islomni barpo qilish uchun yoki islom prinsipini bir odamniki qabul qilish uchun u odamniki iymon etgan bo'lish shart hisoblanmaydi.
Qur'ondagi prinsip bo'yicha. Hı hı. Ammo bu yerdagi tegishilib ketgan narsa nima degan vaqtida Muaviyning zamonasida, masalan, keyingi Umayya sulolasi, Abbosiya sulolasiniki hozirgichalik bo'layotgan ish nima degan vaqtida hamma narsa iymonniki nimasini o'tish lozim. Iymonniki tuyshugini o'tkazilish lozim. Bir odam islomga kirmay desa, u odam birinchi iymon etgan bo'lish lozim degan qarashda qabul qilindi. Aslida Qur'oncha degan vaqtda Payg'ambar alayhissalom Madinaga kelgan vaqtda Madinada Yahudilar, shu yerdagi mushriklar, musulmonlar hammasi bir jo'zda o'ltirib, shu Madinani hammamiz birga yashaymiz. Hammamizning diniy e'tiqodi o'zimizga, ibodati o'zimizga, ammo bu yerda barobarlik asosida birga yashaymiz deb islomdagi birinchi prinsipini shu yerda o'tirib qo'ydi. Payg'ambar alayhisalom Makkadagi vaqtidami, masalan, Qur'ondagi qaysi oyat bilmayman, qaysi sura, Fakku raqaba degan oyatlar bor misolda. Lekin Makkadagi vaqtda davomli o'zi tavhid, ya'ni o'zi e'tiqod, ya'ni Allah'ın bar birligini, kainatni, insonni Allah yaratganlik to'g'riliq bu masalalarni, ya'ni e'tiqodiy masalalarni Payg'ambar alayhisalom jiq so'zlaydi. Buning butun sabablari nima degan vaqtida bu feodal andalqi qulluq jamiyatga qarshi turish uchun u yerda qul ozod qilish, Allah'ın oldida, ya'ni hammamizni Allah yaratdi, buning uchun Allah'ın oldida hammamiz barobar degan barobarlikni o'tirg'i chiqarish uchun hozir avvalgi 1870-yillari international she'r yozilib dunyoda birinchi international, ikkinchi international degan bir davr o'tgan-ku. U international shu davrning o'zida misol qulluq qarshi barobarlik uchun kurash qilishga Payg'ambar alayhisalom Makkadagi zamonda buningga o'zi asos solgan, buni o'tirib qo'ygan. Ham uniki faqat nazariy asoslardan o'tirib qo'ygan. Bu iymon, e'tiqod sohasidagi narsalar mana shunga qildi. Madinaga kelgan chog'da uning amaliy ish harakatini olib borgan. Masalan, Madinada shu Yahudilar, osonlik xristianlar, uningdan o'zi mushriklar, musulmonlar, mu'minlar hammasi birga kelib, bir jo'zida o'ltirib, shu qabila boshliqlari hammasi bir jo'zida o'tirib, bu yerda hammamiz tinch yashaydigan bir jamiyat barpo qilamiz degan kelishimga kelganligining o'zi islom jamiyatini barpo qilganlik hisoblandi aslida. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtida islom jamiyatini barpo qilish deganning o'zi har qanday din, har qanday mazhab, har qanday rangdagi insonlar adolat ostida barobarlikni asos qilib turib shu jamiyatda yashay oladi degan gap bo'ldi. U hech qanday uning e'tiqodiga yoki uniki rangiga tajovuz qilinmaydi degan gap bo'ldi. Qur'ondagi nemis bo'yicha. Payg'ambar alayhisalom shu nimani aytmaganda. Mushu biroq bu yerda eng asosli masala bizning qarshimizda, bizning degan vaqtimda men meni va ko'rarmanlarni ko'zda tutaman. Ulamalar ve şundakla dini ulamalar ve şundakla keng Müslüman ammasi Uygurlarning Qur'onni emas, Qur'onning tafsirini manba qiladi ko'z qarashlarida, hukmlarida, yakunlarida. Şuna bular asoslangan manba xato bo'lgan bo'ladi. Elbette, elbette. Şuna endi bular Qur'onninki o'zini biraz burun biz aytgandek bilmaydi. O'qiyamaydi, çünkü Arapça bilmaydi. Ko'pinchisi hatto bilganlarmi masalan bizningki ulamolarimizning orasida ko'pinchisi o'zining tilini, Uyg'ur o'zining ona tilini, ya'ni Uyg'ur tilini yaxshi bilmaydi. Bundaq odam hargizmi boshqa bir tilni yaxshi bilib ketolmaydi. Shunda bo'lgan vaqtida u ozroq Arabcha o'rganib olgani bilan yanala Qur'onninki asli ma'nosini, Qur'onni o'qib tushunolmaydi. Bundaq ahvolatida demak biz Uyg'ur musulmonlarininki oldi bilan tafsirini manba qiladigan mushu prinsipini yoki bo'lmasa mushu
adetini özgertişimizge toğru keledi. Şu vaqtida anandan keyin ular sizge oxşaş ölümalarımızınki nime davatqanligini andın düşüneleydi dep qarayman. Şuna mening nazarimda biz Uyg'urlar Qur'onni siz biraz burun eskertip o'tganga o'xshash barliq o'limalar va shundaqla arabchini yaxshi biladigan bizningki tilshunoslarimiz, tarjimonlarimiz ketilgan holda meningcha Qur'onni qayta bir tarjima qilib chiqish zaruriyati bordek. Bo'lmasa bizningki hozirgi to'qinishimiz masalan hech bo'lmaganda Qur'onchi hadisni inkor qilguvchi, Qur'onni inkor qilguvchi bo'ladi. yoki bo'lmasa hadisga ishonguvchi xurafiy o Qur'onga ishonmagan bo'ladi deydigan bütün shunday qarama-qarshi qarashlarning oldini olish uchun va ichimizdagi mushu diniy ziddiyatni oldini olish uchun va e'tiqodiy, aqidaviy ziddiyatlarning oldini olish uchun menimcha mushu masalani o'ttirg'a qo'yish kerak ekan. Bu albatta sizga o'xshash ulamolarimiz tarafidan mushu ekran orqali tashabbus qilinsa menimcha yaxshi bo'ladi deb qarayman. Shuna sizdan so'rayotgan yerim shu. Ben burun dep kilovatımı yana özü şunu tekrarlayayım. Qarindoshlarımızga nurg'unlagan doktorluk unvoni va universitetlarda dini ders berayotgan shundaq katta olimlarimiz va arab tilini nihoyat yaxshi bildiganlar var. Ammo shu qarindoshlarimiz shu Qur'onning matnisini qo'lga olib turib, tafsir ishkisini qilgan taqdirda tafsirni matnisiga bo'ysundigan asos tushunishi lozim. Har qanday vaqtda tafsir asas bo'lmasligi Qur'onning matnisi asas bo'lishi lozim. Bir rivoyatni akagan taqdirda bir hadisni akagan vaqtida o hadisning o'zi Qur'oni Karimning shu mazmuni to'g'ri keladi ekanmi buni bayqash lozim. Asla o Qur'onniki oyatlarini o hadislarga bo'ysundirmasligi lozim. Agar o'z Qur'onga to'g'ri kelmasa, onu o hadis emas deb tashlabasa bo'laveradi. Masalan, bu shu usul fiqhida bir nimba, bir hadis var. Peygamber Aleyhisselam mendan keyin nurg'unlagan hadislar rivoyat qilinadi. Agar shunda rivoyatlar qilingan vaqtida uni siz Qur'oni Karimga to'g'rilanglar deydi. Agar Qur'onga to'g'ri kelsa, uning to'g'riligini qabul qilinglar. Agar u to'g'ri kelmasa, uni rad qilinglar deydi. Bu yerki narsa nima degan vaqtida nurg'unlagan hadislar bor, zaten Qur'onniki mazmuni to'g'ri keladigan yerlari bor. Uni biz asla hata demaymiz. Mesela adetli bir adam, sıllık okşaş, manga okşaş, ya 20 okşaş bir adam gap kısmı, o gap Kur'an-ı Kerim'i doğru kelse, o doğru o neyse. O doğrunun özünü doğru demeydiğin hiç kadar asasımız yok. Ama doğru kelmeydiğinin özünü yıkıp döşep, bunu Peygamber Aleyhisselam'ın hediyesi devam durup, bunda kalkı diş, o Peygamber Aleyhisselam'ın bökten çaplagan, dinge özü hakaret kılan, dinge buzgunçuluk kılan bu hesaplandı. Ona ayet vakıda. Şunun için bu nurg'unlagan şu Araplarniki aşındaq nəsilləri ardışıb ketkenligi üçün bu dünyada Müslümanlarniki hech qanday işini hal qılanmaydigan bir holat tushib qoldi Qur'onchu. O'z vaqtida Araplarni bir yerga to'plagan, davlat qurgudek bir holat kelgan bir kitob bugungi kunga kelgancha davlat qurgan bir millatni vayron qilib. Misol bizniki ajdodlarimiz Qur'on İslam'ı qabul qilishdan burun davlat demak imperiya qurgan bir millat. O İslam'ı qabul qilgandan keyin hozir nima bo'ldi degan vaqtida mahalga tushdi. Chunki nima ish degan vaqtida bu Qur'on emas, hozirgi bizniki ne qilayotgan yerimiz. Tamam, bay degan o'xshash uniki to'g'ri o'zi tarjim qilingan yerlarim bor. Asosiy nuqtaliq yerlari o nihoyatda xato tarjim qilingan yoki xato tafsir qilingan ashula yerlar bor-da. Shuning uchun buningda diniy olimlarimiz har qanday shart asosida Qur'onning matnisini asos qilishi
Onun mazmuni agar tushunamiz, Qur'on zaten o'zi deydi, inna alayna bayoni degan bir oyatlar bor. Bir yer tushunolmay qolsa, uni boshqa bir yerdagi bir oyatlar orqali uni tushuntirish bergan bundaq yerlar bor. Uni topqili bo'ladi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, men mana topolmadim deb o'tirib, u hadisni izlashga yoki fiqhni izlashga bo'lmaydi. Va bir odam dedi o'tganda, bu hozir biz o'qiyotgan namozning o'zi Qur'onda yo'q-ku deydi. Va Qur'onda sen o'qiyotgan namozning bo'lmaganligi sen Qur'ondagi namozni o'qimayapsan degan gap. Albatta. 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 O namoz berdagi narsa nima desa, Qur'onda bir narsa sen qilayotgan ibodat bo'lsin yo Qur'on din nomida qilayotgan bir ish bo'lgan bo'lsa, u narsa Qur'onda bo'lmagan bo'lsa, demakki sen Qur'onda yo'q narsa qilyapsan degan bo'ldi vaqtida. Shuning uchun bunday yerga diqqat qilish lozim. To'g'ri. Endi sizning qarashingizcha bu Qur'on bilan hadisning Qur'on bilan tafsirning farqi. Yeni bir tarafdan Allah'ның birligiga bo'lgan e'tiqod masalasiga berib taqishamdi. Boshqacha qilib aytgan vaqtimda Qur'ondagi ba'zi oyatlar tevhid haqida bo'ladi. Yani Allah'ın birlik hakkında. Lekin bu tefsirge kelgan vaqtida Allah'ın birligi tevhid meseleleri emas, başka meseleler şeklinde tefsir qilinib ketadi. Bundaq oyatlarni men jiq misol bera olmayman. Shundaq bo'lgan vaqtida tefsirninki yoki Qur'on tefsiriga ishonguvchilarninki e'tiqodidagi Allah bilan Qur'onning o'zidagi Qur'on oyatlaridagi Allah'ның farqi borligi oshkorlanib qoladi. Demek musulmonlar hozirgi musulmonlar bo'libmi Uyg'urlar ishongan Allah Qur'onda qayta ta'kidlangan birlik kelgan. Yani tevhid qilingan muahhad bo'lgan Allah emas. Elbette. Endi mushni ekranimizda desak, elbette bununla sizin karşınız kerak bo'ladi ve bayan qilinishi kerak bo'ladi. Eğer mushunaq değilse, u chaqda Qur'onning tafsiriga Qur'on shaklida ishongan ulamolarimiz u chaqda ularninki tasavvuridagi, ularninki e'tiqodidagi Allah Allah'a şirk keltirilgan narsa bo'ladi-ki, hergiz Allah emas. Mushundaq deyilgan taqdirda sizningcha boshqalarninki biz Qur'onning tafsirini asos qilgan ulamolarimizningki qarshida biz yana kufrlik qilgan bo'lamdimiz? Ularning ashundoq tushundiganligi bor. Ammo to'g'ri tushundiganligi bor. Men aloqalashib turman, nurg'un yaxshi o'qigan do'stlarimiz bor, yaxshi olimlar bor. O'tirib chiqmoqlik faqatla. Ammo nihoyat yaxshi tushunchalar shundaqlar bor ammo. İnşallah hammasini bunday o'tirib chiqib, haqni o'tirib chiqarishga kirishishni men umid qilaman bularniki. Aslidagi bu degan gaplar nihoyat muhim bir so'z. Chunki biz Qur'on orqali to'nigan Allah hozirgi ma'u an'anaviy dindagi tushunadigan Allah bilan oraliqda nima qanday farq bor degan vaqtda bu an'anaviy dinda tushunadigan Allah bir insonlarning orqasida bir masalan meni orqam bir juvosh yumshoq bir odam mangandek nima ish qilib bo'rsam shuni o'zini ani qilay, mani qilay men ish ko'rib o'ynayotgan shunday bir odamga o'xshash bundaq tushuntirdi. Misol
bir ishni qilolmay qolib qolsa darhol xudo ani qilib ber mani qilib ber deydi xuddi xudo u odam qazdaga o'xshash ana shuni o'zini ham qur'onchi degan vaqtda qur'on u yerda agar ashunda qur'onda bor bu oyatlar masalan Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar degan oyat bor. Uni oldida Rabbana atina fid dunya hasana va ma lahu fil oxirati min xalaq. Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar degan oyat tugagandan keyin ulayki lahum mimma kasabu deydi. Qur'on. Bu nimani bildirdi degan vaqtda dunyo oxiratni tilagan odamlarga, Xudo ani va ma'naviyat tilagan odamlarga Alloh nima deydi? Hamma odam o'zining qilgan ishiga loyiq netinchi qazindi. Demak bu yer nima degan vaqtda mendan tilab o'ltirmay qil ishning o'zini. Bu ishni qilsang, sen ashning o'zini topa olaysan deydi. Allah Allohdan biz o'zimizniki narsa so'raydigan narsa nima degan vaqtda bir xatolik o'tkazgan bo'lsa, xatolikning o'zini, ya'ni Alloh qilingan bir ibodat va kaza sohada bir xatolik o'tkazgan bo'lsak, Xudo mush sohada men o'tkazgan xatoligim bo'lib qolsa, ashni kechirgan deb Xudoga o'zi buni kechirim so'rash u o'zi yo'l qo'yilgan. Qur'onda vastagfirhu innahu kana tawwaba degan oyat bor misolda. Ammo asla bir ishni qilib ber deyish u Qur'onda yo'l qo'yilgan ish emas. Yani o işin neydi? Xudo Qur'onning o'zi javob beribdi. Sen o'zing qilsa deydi. Misol. Şu oyatda bu narsa nima degan vaqtda jumalik kirsak, mush Turkning jamisida yomon nima qildi? Nimalqi Sör Jumadagi bir oyatni o'qiydi. Sallu alayhi va sallimu taslima degan bir oyat bor. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima degan oyat bor. Aş ayetni o'qigandan keyin imomning o'zi shapida o'qib lekin oqidan Allohumma salli ala sayyidina degan ashuni o'qiydi. Bu ikkisi bir-biriga qarama-qarshi narsalar. Masalan oyatda Allah ve malaikler innalloha ve malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi ve sallimu taslima degan oyatning o'zi Allah'ning elchisi nima malaiklar Peygamberge yardım kıldı. Sizlermi ey müminler peygamberge yardım kılınlar deb yardım kılışının özüne tavsiye kılıvadı. Yani Allah kandak yardım kıldı. Kitap beriş arkalı yardım kıldı misalda. Hem sizler onunla kolunda kevga yardım kılınlar dese, ahırsa imam nimde dese, Allahümme salli ala seyyidina deydi. Bu nimit bildirdiyse, Xudo sizler yardım kılınlar devatqa vaqtının özünde sen yardım kıl deb Allah'ın iş kurmadı. Doğru. Yani muşluğun o'xshash naytelqi jiq Qur'ondagi maqsadga uygun kelmaydigan rivoyat deb o'zi to'qib olgan mushundaq narsalar bor. Bu o'zi insonlarni, ya'ni bo'libmi musulmonlarni tilab o'ltiradigan, bir ishga o'zi rag'bat qilmaydigan, boshqa turmaydigan, bundaq bir parazitga aylanib qolishga sabab bo'lgan narsalar jiq mushuning ichida. Shuning uchun bu yerdagi Qur'ondagi shundaq oyatni tushungan vaqtda dünyadaki işlerinin hemmesinin özünü insanların özü kıldıqanlığı. Hiçbir zaman Allah qilib bermaydiganlığı. Bunun özü Kur'an'da bayan kıldı. Bir ayet var. Ve elleyse lil insan illa ma sa'a degan ayetler misalda insan nima tirisi shuni nim qiladi degan. Demak bu yerdagi narsa faqat bir ishni qilish jarayonida Alloh taolaning ko'rsatmasi bo'yicha qilsa bo'ldi. Ammo Alloh qilib berdi deb vatanni Alloh ozod qilib berdi. Bizni Xitoyning zulmidan Alloh qutuldirdi. Deb özümüz yetişinin özü bu özü nayet eğer öz cinayet Allah'a özü bir Allah'ın dinini töhmet qanday bir narsa bu-chu. Allah'ın hata düşünüş de ne? Allah'ın hata düşünüş. Evet. Mesela bir ayet var. Her qandaq bir kavim özünü özgertmeyince Allah ulanı özgertmeydi o kavimni özgertmeydi degan. O kavimninki mesela bu nima degan gap siz hozir bayon qilib o'tganga o'xshashlar oldi bilan Uyg'urlar o'zini o'zgartish kerak. Anandan keyin ularning o'zini o'zgartganligi bilan ularningki bütün sharoitlari, bütün imkoniyatlari, bütün masalalari o'zgardi degan gapda. To'g'ri. O oyatning o'zimi İnnallaha la yugayyiru ma bi qavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Bu ayet aslında tercüm qilishma navbat bir xato tercüm qilinib ketgan go. Allah hech qanday qavmni o'zgartmaydi deb
o'zgartmaydi. Hattoki insonlar o'zini o'zi o'zgartirdi degan tarjima qilinsa, u vaqtda oyatning mazmuniga to'g'ri keldi. To'g'ri. Bu yerda narsani bu Allah hech qanday qavm bilan ishi yo'q degan gap. Zaten Bu kitob berdi, yerdagi hamma narsani o'zini yaratib berdi, bo'ldi, Allohning vazifasi tugadi. Ama qolgan ishni degan vaqtda o'zini o'zgartirish va kaza o'zining hayotini o'zgartirish, o'ziniki madaniyatini o'zgartirish, hamma narsani o'zi nima desa, insonning o'zini qo'lidagi ish, o'zi tirishsa uni o'zgartira oladi degan gap bo'ldi yani. Albatta. Hamda shu insonningki o'zini o'zgartishi yoki bir millatning, bir xalqning o'zlarini o'zgartishining o'zila ilohiy iroda degan gapda Allohning irodasi shu. Albatta. Mana mushu iroda bilan sen anankin jana sharoitlarini hamma nimasini o'zgartib keta olaysan degan gapda. To'g'ri. Shunga mushu iroda bo'lmasa, ya'ni Uyg'ur millatida o'zlarini o'zgartiradigan iroda bo'lmasa, hergizmo taqdirini o'zgartirmaydi, vatanining, davlatining mustaqilligini qo'lga keltirolmaydi. Bu yanala o'zini o'zgartirish bilan munosabatlik. Shunga hozir Uyg'urlar faqat shu Qur'onning tafsirini Qur'onning o'zi deb qarashning o'zimi bularning o'zlarini o'zgartirmaydiganligining ifodasi bo'ldi. Albatta. Shuning bilan ular o'zining taqdirini o'zgartirmaydi degan. Shunga ular bizni o'zgartirdigani faqat Allah o'zgartirlaydi, shunga Allohga duo qilaylik deblam o'tirdigan gapda. Demak, bu yerda butun qarash xato, metod xato, tushunish xato, hatto Allohga bo'lgan e'tiqodimi xato, chunki u haqiqiy rost Allohga emas, yolg'on batıl Allah'a e'tiqod qilyotdi degan gap. To'g'ri. Oxirida Abdukerim Zohir efendi Uyg'urlarninki diniy sohasida hozir bo'libmi mushu ciddi vaziyetimizde, hozirgi ciddi vaziyetimizde taxlanib kelayotgan eng asosli mesele nima sizce? Diniy masalaimizda saqlanib kelayotgan eng og'ir masala shu boya degan so'z shu deb o'ylayman. O'sha o'zimizniki Qur'on orqali o'zimizning milliy manfaatini yoki milliy masalamizni hal qila olmaslik, faqat uni arabniki masalasiga selishtirish orqali hal qilish yo'llarini izlash. Bu nihoyatda xato bir izlanish. Mana mushu masala hozir bizniki diniy masalaning ichida eng og'ir masala bo'lyapti. Agar biz shu arabniki metodidan chiqib ketgan vaqtda, Qur'onning metodiga kirgan vaqtida tamamen o'zimizning milliy masalasiga kira olamiz degan gap. Uni to'g'ri hal qilish yo'llarini topa olamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi bu dindorlarimizniki o'tkazayotgan xatoligi, masalan Abu Bakr, Umar shu zamonlarda qilgan ish harakatlarga Sharq Turkiston xalqiniki ishini selishtirish orqali, ularni kiygan arabni kiygan kiyim-kechaklarga Sharq Turkiston xalqini kiygan kiyimlarni selishtirish orqali diniy masalani hal qilish bir metod hozirlab olganligi bu o'z nihoyat xato bir metod deb qarayman men. Uning uchun masalani hal qilishda Qur'ondagi prinsiplarga eslash lozim. Asla o qilingan ishlarga, ya'ni ijroatga eslanmaslik lozim. Buni men shu o'zimizning programmamizda payg'ambar to'g'riliq to'xtalgan vaqtida jiq dedim. U payg'ambar alayhissalomniki Qur'oni Karimniki shu Qur'oni Karimning prinsiplarini ijro qilgan ijroati hozirgi vaqtda bizniki ijroatimiz to'g'ri kelmaydi. Shu vaqtdagi arab jamiyati, shu vaqtdagi arab madaniyatida bo'layotgan, arab jamiyati bo'layotgan masalalarni hal qilgan bir ish. Xolos. Ammo u ijroatni akilib, hozirgi vaqtda Sharq Turkistondagi masalasini u ijroatga selishtirish orqali hech qanday masala hal qilishga mumkin emas. Faqat bu yerdagi biz bilish deyish narsa nima degan vaqtda Qur'ondagi metod, ya'ni Muhammad alayhissalom qaysi metod, qaysi prinsipga eslash orqali masalani hal qildi. Biz shu prinsipga eslashimiz lozim. Asla o nimaniki
qilgan ishiga esilmasligimiz lozim. Çünkü bunun delili nima degan vaqtda Payg'ambar alayhissalommi o'zidan burun o'tgan payg'ambarlarning hech qanday ishiga esilgan emas. Ya'ni Musa palana turtiga chiqib mandaq ishni qilibdi-ki, men shunday qilay. İbrahim butxonaga kirib butun cheqib o'tibdi-ki, men Kabening ichiga kirib lekin hozirlik butun cheqib o'tay. deb qaramlachi bundaq ishni qilgan emas. Uni chaqirgan vaqti kelgancha chaqqan payg'ambar alayhissalom. Shuning uchun bu yerki masala nima degan vaqtida alqi misol Turkiyani jiq bildi haq Turkiyaning asos qonuni Mustafa Kemal'ning zamonida hozirlangan bo'lsa, Mustafa Kemal shu zamondagi ichki tashqi vaziyat qarta qonunni ijro qilgan bo'lsa, hozir Tayyip Erdo'g'an uning o'xshamaydigan bir yo'l bo'yicha u qonunni ijro qilyapti. Nima uchun degan vaqtda u qonun o'zgarmasimi yo prinsip o'zgarmasimi, lekin uni ijro qiladigan sharoit, ichki tashqi vaziyat o'zgarib turdi. Shu vaziyat qarta ish tutgan gap. Uning uchun bu yerda payg'ambar alayhissalom o sahobalar qilgan ishlarni hozirgi vaqtda o'zimizga ulgu qilish u bir xato bir narsa bo'ldi degan gap. Qur'ondagi shu metodni tutsak, payg'ambar alayhissalom ijro qilgan yo'l shu yerda bizga hozirlandi degan gap. Bu bir narsani eskartdi menga hamda Abdulaziz Mahsumninki ayoli bilan o'tirib tushgan bir rasmi esimga kelib qoldi. Sizning bu so'zingizdan. Uningda ayolininki ayoli yog'liqni Uyg'ur qadisida, Uyg'urcha oqidan chigib mundaq chekkan yog'liq. Masalan, hozirgi bizningki ulamolarimiz menimcha Abdulazizxon Mahsumninki ayolining mushu yog'liq chigishini ayıplashi mumkin deb qarayman. Çünkü o haqiqiy islom qiyofati emas, ayollarning yog'liq chigish qiyofati emas, usuni emas deb qarashi mumkin. Shundaq bo'lganda Abdulazizxon Mahsumning o'zimi bu chaqda bularning nazarida yana iymoni to'lmagan, taqvodor bo'lmagan bir musulmon bo'lib qoldi-da. Albatta. Demak, bu hozir misol Abduqodir Damollam degan amdaq olim mandaq olim deydi-ku. Abduqodir Damollamni o'ltirayotgan odamlar hozirgi mollaga o'xshash odamlar. To'g'ri. Agar Abduqodir Damollam hozirgi zamonda bo'lib, shu zamondagi shu ilm fanlik bo'lgan shunday qilib nimani o'zini so'zlab qilsa, hozir nurg'un molla ashuna qarshi chiqqan bo'ladi. To'g'ri. Yo'q bo'lgandan keyin ham uni mandaq deb maqtaydi, lekin shu shunday masalanda. Çok rahmet sizge, hürmetlik Abdukerim Zahir Efendi, bugünkü men şunda qarayman programısı da bizning hozirgi ciddi meselelerimizden biri bo'lgan Kur'an ve onun tefsiri to'g'risida göz qarashlarimizni biz bilan ko'rarmanlar bilan o'rtoqlashganligimiz uchun sizga rahmat aytamiz. Shundaqla hurmatlik ko'rarman, anglarman, sizningmi bu temada men bilan Abdukerim Zahir Efendi bilan ve başka ko'rarman, anglarman bilan o'rtoqlashganligimiz uchun rahmat aytaman. Shundaqla Abdukerim Zahir Efendimi rahmat aytadi. Agar Abdukerim hacimning boshqa gaplari, so'zlari bo'lmasa, programmamiz bu yerda oxirlashadi. Oldu, rahmat.